Әмді Нұрәли абдызның бір еліңіздегі 8760 saat намлық әсіріні аңылтымыз. Əlalıqni tavlab chiqqil bo'ladi. Bunundan taxminan 2500 yil muqaddam yashab o'tgan buyuk faylasuf Aristotelning mundaq bir jumla so'zi bor. Əlalıq bir xil odat. Menimcha Aristotel bu gapni boshqalarga ilhom bo'lsin deb aytgan bo'lishi mumkin. Lekin bu so'z keyingilarga ilhomdan ko'proq daki berib keldi. Bu so'z Jungoga tarqalgandan keyin eg'izdan eg'izga ko'chib yurdi. Lekin kishilarning tushunchasi ko'pincha mundaq bo'lib keldi. Qara, a'lolik degan bir xil odat. Agar sen a'lo bo'la olmasang, na salqin bo'lsa, shu yerga berib tur. Halbuki munavvar odat yetildirganlar hamon boshqalarning bolasi. Shundaq. Ota-onalar, qo'lim qo'shillar, xizmatdoshlar, do'stlarning eg'izdagi boshqalarning bolasi. Ularni azaldan ko'rib baxmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin ular to'g'risidagi hikoyalar jamiyatda tarqalib yuradi. Boshqalarning bolasi tomoq yemaydi, uxlamaydi, kunda o'rganishli qiladi. Ota-onasini, vatanni suydi. Uy ishlarini qilishga amroq, maktabda gap anglaydi. Tirishib, qitir qinib o'rganadi. Qat'iy boldir muhabbatlashmaydi. Yana texi o'qish bitkizibla to'y qiladi. Bundaq munavvar odatga ko'nganlarning hammasi boshqalarning bolasi. Ammo biz borgancha kuchib ketayotgan umidsizlikka chidashga majbur bo'lamiz. Texmi yomon bo'lgani shuki, bu gap ko'p turilgandan keyin taqdirchilik nazariyasining masalasiga aylanib qoldi. Agar men tug'ma a'lo bo'lmasam, qanday qilaman? Bir chaqda mundaq bir elik xatni topshirib oldim. Ali muallim, men tibbiy institutning 1-yilligida o'qiyotgan bir o'quvchi. Nima ishqikin bilmayman. Hamma ishda boshqalarning keyinda qolaman. Tantarbiya darsida voleybol o'ynashni o'rgangan edik. Boshqa ikki guruhdagilarning hammasi o'rganib oldi. Men boshdan oxir top terib yurdim. Shu sababdan mashq hamrohimning oldida baxijil bo'ldim. Garmoshga o'rganishdimi, boshqalarning hammasi o'rganib oldi, men yana o'rgana olmadim. Mikroskop bilan avrishkini kuzatgan edik, boshqalarning hammasi hujayarni kuzatadi. Men faqatli ko'rolmadim. Ko'nglim bakirim. Boshqalar osonlik qila olgan ishlarni men shuncha tirishsam qila olmayman. Men tug'ilishimdan boshqalarga yetmamdim qandaq. Agar shundaq bo'lsa, qanday qilsam bo'la? Fengtang 18 yoshida yaxshi ko'rish nomli romanni tamomlab, 18 yosh menga muhabbat ato qildi deb jar solgan edi. 18 yoshlik Xanxan 3 kishilik ishik nomli kitobni nashr qildirib, nom chiqargan edi. Halbuki men 18 yoshimda chochlari poqib turadigan semiz bo'dak bo'lib, qizlar menga qarabmi qo'ymaydi. Kichigimdan futbolga amroq bo'lsam-mu, turqimdan futbol o'ynayolgandek ko'rinmaydim. Kichigimdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan bir do'stim bo'ladigan. O'zi chechan, chiroy turqimi mendan osmon zamin farqlanadi. Tuluqsizligi chog'larda u bakli ilg'ar bo'g'ashqa, sinfimizdagi o'g'illar ichida birinchi bo'lib qiz do'st tutib olgan edi. Bir kuni u menga semizlikmi bir xil odat, tomoqni oz yeb chiniqsanmi beka? Sen yana shu turqinga tan berib, bo'dak bo'lib o'tiyva dedi. Shu chaqda bir mahal bu gapga cho'nqur ishinib yurgan edim. Natijada to'liq o'tirdiki 3 yillik o'qish hayotimda bo'dak bo'lib yuraverdim. Texi ba'zida hech bo'lmaganda men boshqalardan semiz deb o'z-o'zimga tasalli beribmi qo'yatdim. U chaqda semizligim qiz do'st topolmasligimniki ostiq sabab ekanligini bilolmaydim. Shunga qizlarni qo'g'lish yo'lida yiqilgan chilishq to'ymabdi degandek qo'g'ilgancha mag'lub bo'ldim, mag'lub bo'lgancha teximi qo'g'lashdim. Oliy maktabga chiqib, Aristotelning a'lolik bir xil odat degan so'zining asli tekstini o'qigandan keyin uning asli uzib naql ilingan so'z ekanligini, o'zimning butunlay aldanganligimni bayqadim. Aristotelning demoqchi bo'lgani mundaq ekan. Odam biror ish harakatni qayta takrorlash natijasida o'zini beytidi. Shunga a'lolik biror ish harakat emas, balki bir xil odat. Mundaqcha aytganda kishilar a'lolik bir xil odat degan so'zni a'lolik tug'mi bo'ladi, a'lo emaslikmi tug'mi bo'ladi deb xato tushunib olgan. Amaliyotda yaxshi odat yetildirgan har qanday odam bir munavvar odamga aylanadi. Nobel iqtisod mukofotining sohibi Burkinning mundaq bir so'zi bor.
Odam bilan hayvonning farqi shuki, odam tajriba saboqlar jarayonida o'zini a'lolashtirishni biladi. O'zgarishga faqat 21 kun ketadi. Tadqiqot natijasiga qaraganda 21 kunlik mashq orqali har bir odam yaxshi bir odat yetildira oladi ekan. 21 kunlik odat yetildirish jarayonida 1-kunidan 7-kunigacha odam o'zini qattiq majburlanayotgandek his qilib bo'lib, bu jarayonda cho'qim o'z-o'zini maqsadlik ogohlantirib turish kerak. 8-kunidan 14-kunigacha yanada maqsadlik davomlashtiradigan bo'lsa-mu, tabiiy bilindi ekan. Lekin qat'iylik bilan davomlashtirmaganda osonla burunqi holatiga qaytib qoladi ekan. 15-kunidan 21-kunigacha bo'lgan oraliqda odam hech qanday besim yoki majburlanish his qilmaydi ekan. Bu bosqichda odat shakllanib bo'lgan bo'ladi ekan. Men 21 kunlik o'riqlash planini tuzgan edim. O'riqlashning oddiy yo'li yo'q. To'yg'ida kentaki yemay turib, o'riqlida kuch bo'lmaydi degan gap albatta bir chaqchaq. Lekin bu gap nurg'un odamlarning psixikasini aks ettirib bergan. Ular badal to'lashni, tirishchanlik ko'rsatishni xohlamaydi. Boshqalarning zilva badaniga, kelishgan qomatiga qarab havaslanib, hasad qilib qilishni biladi. Viktoriyaning maxfiyatidagi farishtalarga o'ynash uchun chiniqish zalida tar yomg'irni sonsiz qitimlab yog'dirishga to'g'ri keladi. Men har kuni kam deganda 40 minut yugurishni qat'iy davomlashtirdim. Maktab ishida to'xtamay yugurdim. Yerib kessammi, og'rib qolsammi yugurdim. Atdigan soat 8 dan kech soat 8 gacha bir kun dars o'tgan turibmi, kech soat 9 da yana nimishqa chiniqish zaliga bordigan-do deb hayron qolganlarmi bor bo'ldi. Boshqalar men yugurib ketayotganda nimalarni o'ylaydi, buni men bilmayman. Ammo men eng azoblangan chog'larimda bir tarafdan yugurgash, yana bir tarafdan o'zimni shaplaqligim keladi. Yugurtki ustiga oqqan termo yoki yoshmi bilmayman. Shundaq chog'larda o'zimga shundaq askartish berib turdim. Men munavvar emas. Men hozircha urug' emas. Lekin semizlik mening peshonamga putilgan yoki genimga yozilgan emas. Mening lug'atimda voz kechish degan so'z asla mavjud emas. Urug'lash 3 ulush chiniqishga 7 ulush tomoqqa bog'liq ish. Tomoq masalasi intayin muhim. Harakat qilish odati bilan tomoqni tanglashni birlashtirish kerak. Men bir qerisimiz bo'lish bitim bilan attigan boldur turmaydigan, noshta qilmaydigan, kechda bulishiga yeydigan odatni yetiltirib olgan edim. Kechda bakchiq yabolg'ashqa attiganda turg'is kelmaydi. Noshta qilmasimi qursoq ochmaydi. Attiyalik tomoq bir kunlik metabolizmni qo'zg'atadigan muhim omil hisoblanadi. Shunga noshta qilish o'riqlashning boshlanishi. Oliy maktabdagi chog'da agar yana samirib ketsam, qiz do'st topolmayli qolmay, salomatligim ziyonli ekanligini tunib ketgandan keyin o'zimni majburlab yurib, sahar turib, yotoq tashlarga qaynoq suv, tomoq akilib beradigan turmush odatini yetildirgan edim. Shinjongda tug'ilib o'sgan o'g'il bola bo'lish sifatim bilan go'sht turdagi yuqori kaloriyali yemeklarga alohida amroq edim. Lekin semiz holatimni o'zgartirishga butun kuchim bilan otlanib, tomoq tizimligiga jang e'lon qildim. Oshqozonimga yog' deyishga boshladim. Haftada bir qatim to'xu go'shi qo'rtiqi yeydigan odatimni oyda bir qatim yeyishga, oxirida faqatla yemaslikka o'zgartdim. Bundaq tuyg'uga ruhiy jihatdagi azob qo'shilib, chiniqishdimi bakrak azoblik bo'ladi ekan. Bir qatim do'stim qarmoqqa shuncha yeyishlik marojinni ilib keldi. Ustab qursiqim ichib turgan chig'imda marojiniga qarab tukurkim yutib. Hatta bir qo'shiq elib og'zimga soldim. Ammo dal shu paytda gunoh o'tkazgandek tuyg'uda bo'lib qoldim. Oshu bir qo'shiq marojin tarkibidagi issiqlik energiyasini xo'rtib bo'lish uchun qanchalik harakat qilishga to'g'ri kelganligini, texmi muhimi o'zim yetildirayotgan yaxshi odatga buzg'unchilik qilayotganligimni o'ylab, marojinni axlatchiligiga tashlab etdim. Burunqilada tomoq yemayotgan holatni do'rab, oshiqni bosqili bo'ladi deydigan bir gap bor edi. Darvaqa shundoq bo'ladi ekan. Do'stlar bilan yig'ilgan chog'larda ular amroq tomoqlarini, to'xu go'sht qo'rdiqi, kavob, non qaynoqlarini maza qilib yeganda, men bir chetda moyni ozaytadigan gul kapusta, to'xuning po'kan go'shtlarini yeb o'ltirdim. Mazlik to'xu go'shti qo'rdiqining hidini purab o'ltirib, samondak tetadigan sog'lom yemeklarni yeyishmi odamga alam bo'ladigan ish ekan. Jahon to'lim ekan.
qandoq odam bo'lish butunlay o'zingizning tanlashiga bog'liq. Bular ish bo'ldi deb shu peti turaverishni tanlasingizmi? Voy sochlardan xoli bir dunyoni tanlab, muvaffaqiyat safariga ot solsingizmi bo'ladi. Uning ustiga munavvar emaslik bir xil xato tuyg'u. Sizdagi masala munavvar bo'lolmaslik emas, balki o'zingizga ishonmaslik. To'liqsizdan boshlab to'liq o'tirni bitkizgichi bo'lgan orliqdagi talab qo'yish tariximning butunlay mag'lubiyatdan to'lishi ehtimol Tangrining meni yana bir xil shaklda saqlig'ini bo'lsa kerak. Agar shu qizlarning ishidagi birasi ayni chaqda menga ma'qul deb qolgan bo'lsa, turmushim balkim hozirgidan yaxshiroq bo'lib ketishi mumkin edi. Ammo tanishdan keyingi sarxillikning ta'mini yetib olmagan, ma'naviy jihatda hozirgidek kuchli bo'lib chiqolmagan bo'lar edim. Oradan bir mezgil o'tgandan keyin ayni chaqda meni rad qilgan qiz boladan sababini so'radim. Men bak simiz bo'lg'ashqimi yoki men bak galvon bo'lg'ashqimi? Men mag'lubiyatning sababini cho'qim mening semizligimdan deb qarab kelgan edim. Sababi nihoyat oddiy. Sen o'zingga faqat ishonmayding. Sana bir qancha qatim fursatni bergan edim, lekin fursatni tutishga jur'at qila olmading. O, shundoq dedi. Haqiqatan, u menga fursat bergan edi. Qaytib ketib, bek to'nlab ketdim degan edi. Birdan yugursak isib qolamiz dedim. Yana bir qatim u mening uni tashabbuskorlik bilan uchrashishga taklif qilishimni umid qilgan edi. Telefonda 40 minutgacha shu bir ig'iz gapni ig'izimdan chiqara olmagan edim. Yer sharga qaytish nomli fantaziyalik filmdagi tashqi planeta odami nihoyat o'zgacha tasavvur qilingan bo'lib, uning ko'zi yo'q. U odamning ko'nglidagi vahima tuyg'usi asosan kishining o'rnini qiyos qiladi. Vahima real mavjud narsa emas. U odamning qolisidagi bir tuyg'u. Bir odamning jalbkorligi o'ziga ishonishdan keladi. Mayunni bu so'zning to'g'riligiga isbot bo'ladigan bir misol deb qarashga bo'ladi. Ayni chaqda mendagi masala o'ruq yoki semizlik bo'lmasdan o'ziga ishonmaslik ekan. Chunki mendami semiz o'g'illarning qiz do'sti bor edi. O'ziga ishonish haqovirlik, takabburlik emas. Balki o'ziga kamchilik va ortiqchiliklarni aniq tunib yetish hamda tirishchilik orqali o'zini oz-ozdan mukammallashtirishdir. Hammamizning o'zimizni oz-ozdan mukammallashtirish ehtiyojimiz bor. Lekin oldingi shart shuki, navbatdagi mukammal bo'lmagan o'zingizni qabul qilishingiz kerak. Agar o'zingizni qabul qilolmasangiz, u holda bexudlikning cheksizligida qilib, to'g'ri yo'ldan borgancha yiroqlab ketasiz. Odam erkinlik ichiga tug'ilgan bo'ladi. Ammo har vaqt kishanlar ichida yashaydi. Nasabingiz, asosingiz qandoq bo'lsin, qandoq bir iqtidor bilan tug'ilgan bo'ling yoki bo'lmang. Faqat tirishsingizlar sahnadan o't chiqara olasiz. Mening shundoq deb qo'yg'im bor. Men balkim tug'ilishimdalla munavvar emas bo'lishi mumkin, lekin mening munavvarlikni qo'g'lishish huquqim bor. Agar sizmi a'lolikni istasangiz, munavvar odam bo'lishni o'ylaysangiz, undaqda bu ishni ichingda ikkinchi bobga kiring. Yoshirin kuchingiz sizni putlab qo'ymasin. Birinchi nomerlik Jasuslik maktabi nomli filmda yosh yigit egzot uchisiga hip-hop uslubi chiqib turadigan kiyim kiygan holda oliy darajalik Saypunxonning yo'g'on aynak oldida turdi. Aynakda nimani ko'rding? Egzotning qurbon bo'lgan otasining hayot vaqtidagi xizmatdoshi shundoq deb so'raydi. Ondan o'zi so'rgan savolga o'zi javob berib, yoshirin kuchi urg'ib turgan bir yigitni ko'rganligini aytdi. Egzot otasining badan saposi yaxshi bo'lishdek alohidligiga voris qilgan. Ko'cha do'chaklari bilan urush jidal qilib cho'ng bo'lish jarayonida inkosi tez, harakati chaqqan bo'lib yetishgan bo'lsa, onasini bo'za qilgan qora guruhning katibishi bilan kurash qilish davomida ishlarni atrofli o'ylaydigan, inchki nuqtalarni kuzatalaydigan bo'lib cho'ng bo'lgan. Undan boshqa oilasiga va do'st yoriyalariga vafodor va sadoqatmand bo'lish jasuslarda bo'lishga tegishli salobatlarning biri edi. Egzot aslida bekor talat bir so'ltak edi. Xortning madad berishi va qattiq mashqlantirishi natijasida kiyinishi, yurish-turish, shundaqla ma'naviyat qatorliq jihatlarning hammasida haqiqiy bir mo'tivarga aylanadi. U bir nodon, nohaqchilik oldida qo'l yondirishga jur'at qila olmaydigan bir so'ltakdan
Grupi hamkorligini biladigan, sadoqatman, haqqoniyatchil yosh azmatga o'zgarib, oilasini qo'dab qolmay, dunyoni qutqizib, malikaning dastiga muyassar bo'ladi. Bu filmning butun yer shari miqyosida qo'yishi bilan Egizotning rolini olgan Taron Egerton biroqli nom chiqardi. U kichikdan san'atga ishtiyoq bog'lagan bo'lib, 15 yoshida tunji qatim sahnaga chiqib, Shekspirning Yoz kechisidagi Chush nomli asrda bir ayolning rolini olgandan keyin artist bo'lishni ko'ngliga pikkan. 19 yoshida Angliyaga nisbatan Jungoning Markaziy teatr institutiga baravar keladigan donliq maktab Angliya Xon jamiyati teatr institutiga o'qishga kirgan. O'qish bitkizgandan keyin bir qancha kino va televiziya teatrlarida odatdagi rollarni olgan. Keyin birinchi nomorliq Josuslik maktabi nomli filmda sinoq rol ilish fursatiga erishgan hamda shu filmdagi Egizotning rolini muvaffaqiyatli elib 2015-yili Angliya Imperiya jurnalining eng yaxshi yeni artist mukofotiga erishgan. Mayli Egizotning dunyoni qutqizishi bo'lsin yoki Egertonning nurliq cho'lponga aylanishi bo'lsin, qarmoqqa nihoyatda osonla ro'yobga chiqqanda ko'rindi. Vujudida tug'ma iqtidor bo'lib, keyin bir qadamdan muvaffaqiyatga yaqinlashgan bo'lsa, bu qoidaga uyg'un. Vaholanki, ular kichikdilla namoyon qilishga boshlagan talantni ko'rib yetishga boshlagan chaqda, ko'pincha kishilar texnik muhim bir nuqtaga sal qarab qoladi. Egerton o'qishga kirgan Xon jamiyati teatr institutidagi har bir o'quvchi Egertonga o'xshashla kasbiy jihatda yuksak talantga ega yoshlar edi. Lekin eng oxirida necha milliard odamga tonilgan mukofot sahnasiga chiqib sharaf quchganlarni barmoq bilan sanab olg'ili bo'ladi. Egerton birinchi nomorliq Josus nomli filmga sinoq rol ilish fursatiga erishgandan keyin rejissor uningga faqat bir kunlik tayyorlik vaqti berdi. Egerton bu filmda rol ilish fursatini qo'lga keltirish uchun 5 kun ichida 12 qitim sinoq rol oldi. Undan keyin 3 oyga so'zilgan jaboliq badan mashqini tamomlab, oxiri bu kinodagi rolni muvaffaqiyatli o'rinlagan. Kinodagi Egizotga o'xshash. Agar u uzoq so'zilgan jafo mushaqqatlik, xatarlik mashq va sinoqlarni o'talmagan bo'lsa, dunyoni qutqizadigan darajadagi qahramonga aylanmagan bo'ladi. Balkim bir umr ko'ch-do'chaklardan bo'lib o'tib ketgan bo'ladi. Dunyoda men qila oldim, lekin deydiganlar ko'p. Lekindan keyin tilga olgudek hech narsa yo'q. Oliy maktabning birinchi yilida o'qiyotgan chig'imda Beijing universitetining ijtimoiy tashkilotiga kirib, turli leksiyalarni tashkilladim. Keyin tashkilotga vakolatan bir chet el shirkati bilan aloqalashib, ularning qo'llashini qo'lga keltirmoqchi bo'ldik. Yig'in maydonida qarshi tarafni qoyil qilish maqsadida men ovozimni qo'yib berib, qo'llarimni pulanlatib turib bir narsalarni dedim. Bilmaydiganlar meni shu shirkatning Hindistonlik xizmatchisi o'xshaydi deb qolgan bo'lishi mumkin. Ketadigan chog'da shirkatning chet ellik mas'uli mo'ramga urib turib, "Yigit, senda jo'shirin iqtidor, umid bor ekan" deb qo'ydi. Yo'lda mang'uchi xushalligimdan chiroyimdagi kulgini faqat yo'shira olmadim. Yuqori yillikda o'qiydigan bir qiz saboqdishim men bilan birga bo'lgan edi. Yo'shirin iqtidoring bor ekan degani albatta yaxshi gap. Lekin butunlay yaxshi gap deb ketganimi bo'lmaydi, dedi u saboqdishim. Yo'shirin iqtidor faqat harakat orqali amaliy iqtidorga aylanadi. Yo'shirin iqtidori bor, lekin amaliy iqtidor yo'q odamlar yo'shirin iqtidorni bir umr quchoqlab yetib, joriy qildirmasa, oxirida hech narsani boshqa ilib chiqa olmaydigan mag'lubiyatchi bo'lib qoladi. Darhol o'shimni topdim. Yo'shirin iqtidori bor bo'lishning mundaq 3 turlik qirish kuchi borligini tunib yetdim. Birinchi, odamni mag'rurlantirib, o'z-o'zidan qanoatlanib qoladigan qilib qo'yish. Ikkinchi, bu gapni olgan kishilar mening iqtidorimni bek yuqori mo'ljarlab qoladi ekan. Shuning bilan amaliy xizmat jarayonida ifodam har qancha yaxshi bo'lsa-mu, Ali, sen yo'shirin iqtidorini to'liq joriy qildirmayapsan deydi ekan. Uchinchi, nemishqa iqtidorli ekansan deb maqtamay, yo'shirin iqtidoring bor ekan deydi. Hech kim moyunni, yovminni yo'shirin iqtidori bor deb maqtamaydi. Chunki ular olliburun iqtidorli odamlarning vakili bo'lib qolgan. Bu ish menga to'liq o'tir maktabda fizika darsida o'rgangan harakat energiyasi bilan yo'shirin energiya to'g'risidagi oddiy misolni eslatib qo'ydi.
ustalda bir stakan bor desak, uning yer yuzidan egizligi 1 metr bo'lsa, bu yerdan 1 metrlik eg'irlik kuchi yoshirin energiyasi bor bo'ladi. Bu energiya mavjud, lekin uningga hech kim diqqat qilmaydi yoki ahamiyat berib ketmaydi. Stakan ustalning qirig'i kelib qilib tushib ketay deganda, uningga diqqat qiladigan odam chiqishi mumkin, lekin ko'pincha odamlar yanada ko'ra olmaydi. Stakan yerga tushib, chiqilib, tarang qilgan ovoz chiqqanda hamma odam ko'radi. Mana bu yoshirin energiya harakat energiyasiga aylangan bir daqiqa. Yoshirin energiyaga hech kim diqqat qilmaydi. Faqat harakat energiyasi kishilarning diqqatini torta oladi. Yoshirin energiya odamniki yoshirin iqtidorga o'xshaydi. Agar umringizda hech ishga urinib boqmasangiz, bir umr untinsiz, nom nishonsiz o'tib ketasiz. Ammo o'zingizni qarmoqqa xoning girviga kelib qolgandek holatga majburlasangiz, yoshirin energiyaning hammasi harakat energiyasiga aylanib, hayotingiz ko'zni qamashtirgidek nur chechishga boshlaydi. Stakan yerga tushib ketsa chiqiladi. Odam chiqilmaydi. Shamolga qarshi parvoz qila olishi mumkin. Nishoningizga yetolmagan taqdirda butun kuchingizni otagan o'sha minutlarda o'zingizga yoshirin iqtidorni eng zo'r darajada amaliy iqtidorga aylantirgan bo'lasiz. Yoki sal qarashga bo'lmaydigan nur va haroratga ega bo'lasiz. Shuningdek, keyingi kunlarda o'zimcha kerilib ketgan chog'larimda o'zimga savol qo'ydigan bo'ldim. Sen Rasululloh eng zo'r darajada chaqnadingmi? Sen Rasululloh hamma odam ko'raligidek chaqnadingmi? Ular seni e'tirof qildimi? Yoki sen faqat o'zingni ta'sirlantirdingmi? Yoshirin iqtidor cho'qim amaliy iqtidorga aylanishi kerak. Amaliy iqtidorga ega bo'lgan kishilarni dunyo e'tirof qiladi. Amaliy iqtidori bo'lmasa, yoshirin iqtidor nolga teng. Yoshirin iqtidorni amaliy iqtidorga aylantira olmagan odam o'z hayotiga yuz kelolmagan odamdir. Agar amaliy iqtidorga ega bo'lay desangiz, ishni kuchaprak ishtiring. Davomliq olg'a mening. 3-bobga kiring. Nur Ali Oblizning Xinjiang Pan-texnika nashriyati nashr qilib tarqatgan 1 yilingizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ata anglaysizlar.